moddiy va ma'naviy hayotimizning yorqin julosi. An'ana va zamonaviylikning bosh qo'shgan payti. Qani chin tilaklar, tabiiy holatlar. Ulug' orzu, buyuk gullanish. İstek şudur, güzel yüzleniş. El kaynak murasim paranları. Programımızın tayizarlığını organik ölçemde güzel tarım yağlarını işlep çıkarıp pazara salgan El Kaynak Xalqaro Savdo-sotiq şirketi öz üstüge algan. Erkeklerinin yarışqı varis kiyimleri bilen bazar tepivatkan Şinjan Varis Xalqaro Savdo-sotiq şirketi alayida qo'llagan. Salam ko'rmanlar. Murasim paranlara hoş geldinler. Men Jushqun Juma. Murasimda kayfiyat nayt muhim halqa. Bo'libmi sahna bir bütün murasimninki canlıq kayfiyatda berilishida turtlik rol o'ynaydi. Undaqda bizning navbatgi murasimlarimizda, bo'libmi to'y to'ykunlarimizda sahnaning yetaklash kuchi qanday bo'lyotidi? Bizninki naqsh usul yo'nalishimiz qaysi ravishda bo'lyotidi? Bugun ikki aziz mehmonimiz bilan bu vaqtda o'rtoqlashmoqchimiz. Ya'ni Şinjan san'at sho'yani, axborot tarqitish sho'yanining o'qituvchisi Muhabbat Aziz xonim, xush kelibsiz. Şinjan Xo'shalliq to'y mulozimat markazining quruvchisi Mejid Efendi, xush kelibsiz. El Kaynak murasim paranları. Bugün nayt yaxshi bir vaqtda jam bo'ldik, Muhabbat ma'lum. Sizmi shu riyosetchilar tarbiyalash kasbida sana sho'yanda uzun yildan xizmat qilyapsiz. Shogirdlaringizdan nurg'un ta'riflaringizni anglab turman. Mejid Efendi bilan murasim paranlarimizni pat-pat jam bo'lib qolamiz, ha? To'g'ri. Endi bu programmamiz yo'l qo'yilgandan keyin nurg'unlarning diqqat e'tiboriga erishdi, yaxshi fikrlar o'tirib qo'yilyapti. Yana davomlashtirib qolyapmiz. Bugün hem de işkimanın bu vaxtıda şu sahnedeki keyfiyat doğruluq bir ortaqlaşqım kelyapti. Hem de sahne degende naqshi müzik eterdi ve riyasetçi bu sahnening asosiy boshqaruvchidir bo'ldi ekan. Siz hem de şu riyasetçi kasbida kasbiy o'qituvchi bo'lsangiz bilan bu jihatda bizga yaxshi bir uchurlarni, savatlarni bera olasiz deb o'ylayman. To'y to'ykunlarda şu riyasetchininki roli texmi muhim bo'ldi ekan. Meylemde bizniki yig'in amaviy faaliyetler bo'lsin, yoki muştaq to'y to'ykun, har xil yig'ilishlarda bir boshqaruvchi ayt muhim. Bizniki ilgirki to'ylarimizda yigit beshi deydigan bir hukm bo'ladi. Shu yigit beshi biz hozir atayotgan riyosetchi degan rolni oladi. Ama hozir rasmiy kasbiy holatda bir riyosetchi hukmi bilan shu to'ylarga yetakchilik qilyapti. Undaqda hozirgi to'y to'ykunlarga riyosetchilik qilayotgan kasbiy xodimlarningki son sifat ahvoli qandayroq bo'lyapti? Müşahede özünüzün köygelleri karta bir özünüzün göz karşına alıp baksak. Hoş. Ana xırqı bir eğiz gitmemiz olmagan bolsa mağal sağılgan Mejid mağalın cevaptan soğuk deydim çoxum. Çünkü endi biz özümüz riyasetçilik kasbida maktabda o'qitish olib berib atqanimiz bilan maktabdagi bizningki o'qitishimizda murasim riyosetchiligi haqidagi uchur sal kamroq bo'ldi. Chunki maktabning o'qitishi asosan radio televiziya bizning an'anaviy taratquni asos qilgan, an'anaviy taratquning riyosetchiligini asos qilgan bir o'qitish bo'ldi-chu. Murasim riyosetchiligi sal kamroq. Biz sahna riyosetchiligi deb atmoqimiz, ammo u bir tarmoq mazmun bo'lmoqdi. Amaliyotda to'y murasim riyosetchiligi degan bu hukm bir tarmoq mazmun degandan ko'ra bu noydi cho'ng bir tarmoq mazmun deb aniqlik berish kerak ekan. Endi bu jihatda bizningki mana shu yerdagi o'qitishimizdami bakrak Mejid ma'lumning to'kpisi qo'li bor deyman. Chunki biz endi maktabdagi o'qitishimizningki paydo bo'lib o'qitish boshlangani 20 necha yil bo'lgan bo'lsa, bayatdan mana Mejid ma'lumdan alohaydan so'radim. Siz o'qitishingizni boshlag'ili, shogird tarbiyalashni boshlag'ili qanchalik vaqt bo'ldi deganimda Mejid ma'lum dedi, rasmiy to'y murasim riyosetchiligini boshlaganiga 16 yil. Haqiqiy turda sistemlashgan o'quvchi tarbiyalashni boshlaganiga 10 yil bo'ldi. Endi bu jarayonda biz nurg'unlagan yangilanishni ko'rgan bo'ldik. Darvaqa siz degandek biz kichigimizdan tortib to'y murosimlarga qatnashib mangan chaqda to'y murosimining bir boshlamchisi bo'ldik. Cho'nglarnikida cho'ngchi bir yigit beshi, yoshlarnikidami yoshlarning yigit beshi bo'lib bir boshlamchilik bilan mangatdi-da. Endi hozir ma davrining taraqqiyotiga ergishib, yilqi ayollar barobarlik degan shunday bir hukm shakllanganingizda yigit beshidan o'tib ayollar to'ylarda riyosetchilik qildigan mana bir yangi iqim shakllandi. Hatta men shuni elish fikringlardan so'rag'im bu basdan qanday qaraysizlar deb.
Чөнки әмді бізніңки идеямызға сіңіп кеткен бір ұқым, mana мұшындақ бір ішларда етекші болғыны, әркіші болса дайдыған бір қыл тойғы болады екен. Болып мұ той мұрасым, қыз жігіт тойы, менің демек жоғыным. Әнді балла тойғы келгенде, мәсән, бөшік той дегенге оқшаш, мұнда балала тойларға келген чағда қызларның риясатчылығы мұны айт қаймақтак ярышыр екен. Чөнки qizlar bekerek ballarni akiltalaydigan yumshoq so'zlik bo'lganligi uchun bu to'yga qiz ayollarning riyosatchiligiga yarashadi ekan, ammo mush erlarning cho'ng to'ylarga kelgan chaqda bo'lsa, ayollarga qaraganda erlarning riyosatchiligi bekerek yarashgandek, bekerek tushgandek shunday bir xil tuyg'u berdi ekan. Endi bu riyosatchilikni ko'rish jarayonimda men bir narsani his qildim. To'y degan odamning hayotidagi bir cho'ng xushallik. Endi bu jarayon amaliyotda shu to'yi bo'layotgan ikkilar, ikki jamoat, ikki oiladagi ota-ona ularning urug' tuqqanlarininki shundaq bir xotirlashga tegishli mushunda bir kuni bu. Amaliyotda mushundaq bir kunga nisbatan sizlar mushunda o'ylab baqsanglar, sizlar shuni his qilamsizlarki, bir to'y xabari oldik. Jo'shqin to'y qilmoqchi ekan degan xabarni olsak, sizning do'st yaran birodarlaringiz, masalan, to'y qilmoqchi bo'lgan ayolingizning do'stlari degandek, oldi bilan o'z nuqtasini o'ylaydigan to'yda nima kiyarlar. Bu to'xtab tura ikkaylan to'y qilmoqchi ekan, oldi bilan tabrik muborakning o'rniga o'zini avval o'ylaydigan bunda bir ahvol bormi? Shuning bilan eg'ish. Mayli qiz beshi bo'lsin, mayli yigit beshi bo'lsin, bularning o'ylaydigani ma'lum narsa. Endi riyosatchilik nuqtasidan degan narsalar ko'p hollarda nazardan saqit odatda. Ko'p hollarda biz to'ylarga qatnashyapmiz. To'ylarimizda riyosatchi unchoqlab pek ko'p degidek emas, ijtimoiy. Ya'ni kam holatda deb o'ylayman. Har xil gruppalar bo'layotdi, muzika gruppalarining aytib yaxshi epmeyotgan naqsh gruppalari bo'layotdi. Ashularning riyosatchilari bo'layotdi, ammo haqiqiy bugungi to'yning riyosatchisi. Bugungi to'yning riyosatchisi to'ydan avval to'y egalari bilan ko'rishdimi? To'yning amaliy ahvoli bilan hamda to'liq tanishlik bo'ldimi? Oila a'zolarini to'liq bildimi? Deyishga tegishli butun ishlarni bugun deya oldim deydigan ma'lum nuqtalardan mencha o'ylash sal kammi? To'g'ri. Aytib bir muhim bayqashni o'tirib qo'ydingiz, menimcha. El kaynak murasim parangları. Murasimlardaki riyosatchininki salohiyat masalasida jins ayrimsiz jihatdami bir ilishki kuzatibsiz. Biz yaqinda Müjdat Efendi'ninki tashkillashida bir riyosatchilar kechiligi bo'lib, murasim riyosatchilik kechiligida daxil bo'ldik. Meniki kuzatishimdami, buning 90% degidek qiz ayollar. Balkim buning da shu bolalar xo'shalik ma'rakalarga riyosatchilik qilayotganlar asos salmoqda bo'lishi lekin shu cho'ng to'ylargami riyosatchilik qilayotganlar bor. Erlik seferi uzun sefer. Bu yolda merdani kıyafetinizni yıllarga oturup koymang. Her yığına, her yipida sıptılık, inçkilik aks etken varis erler kiyimleri özdeki yukarı süpet bilen özümge boğan işençimni yanıma aşurdu. Her kandak sorun, her kandak muhitta men varis erler kiyim keçeklerini işenç ve razımellik bilen talladım. Varislarga mas, qametlerge xas, varis erler kiyimleri. Abiya degandagidek, endi bu murasim tarixiy izchillikqa, madaniyat cho'nqurligiga ega bir yig'ilish. Buning hammasininki tarixiy yildizi bor. Madaniyat kategoriyasi aniqlamasi bor. Shu jihatda balkim sizning his qilganingiz ma'lum ilmiy asosga ega bo'lishi mumkin. Haqiqatan ba'zi cho'ng to'ylarda erlarninki riyosatchi sifatida o'tirib chiqishi bir xil salmoqlikni, bir xil muvofiqlikni his qildirishi mumkin. Bu jihatdan da Müjdat Efendi hozir uzun yil mush kasbda o'zi ijro qilyotdi, tarbiyalash ilib beryotdi. Balkim kuzatgan nuqtalar ko'p bo'lishi mumkin. To'g'ri, mushu riyosatchilik kasbida haqiqatan o'g'illar yana erlar bek oz. Ayollarning ayti ko'p. Hamda bo'lib mush kasbimizda nima uchun bu ayollar qizlarning soni favqulodda ko'p bo'ladi? Bu o'g'il yoki erlarning soni nima uchun ozlaydi degan masala to'g'riliq men o'ylashgan. Hamda haqiqatan ba'zi to'y ma'rakalarimiz bor. Buningga qizlar, ayollar tushmaydi. Bu tushadigan to'ylar bor, tushmaydigan to'ylar bor. Ammo hozir har qanday bir murosim ma'rakalarda ayollar boli bor. Hamda bundaq deganim nima deganda, bular mos kelmaydi deganim emas. Ammo biz sorunga qarta biz riyosatchi taklif qilishni bilmaymiz. Hamda meningcha bolalarning xo'shalik ma'rakalariga bo'ladi. O qizlar bo'ladi, mayli yosh ayollar bo'ladi. Ammo lekin qiz yigit to'yiga
meningcha ayollarning riyosatchilik qilishi biroz beab. Bu mening o'zimning shaxsiy ko'z qarashim. Endi ayollarni riyosatchilikka desak, masalan bir so'rinlarni bir tashkillab, ba'zi mana shu to'yning oldidagi bir sanduq ichish, dasturxon ichish, ya'ni cho'nchoy riyosatchiligiga bu ayollar mos keladi ekan. Men buni kuzatdim. Ammo lekin to'ylarda mana shu qiz yigitning bir to'y riyosatchiligini bir ayol yuqori ovozda u so'rinlarda mana shundoq bir so'zlishi haqiqatan biroz bir go'zallik emas, bir xil beablikni his qildirdi ekan. Bu mening ko'z qarashim. Ondan keyin mening oldimga kelib, shu riyosatchilik ugunima deganlarning bayam degandek ko'p nisbati hammasi biz qizlar. O'g'illar nayt oz. Endi bu o'g'illarning ichidan men talab ketman, bu o'g'illar nima uchun o'rganmaydiganda, o'g'illar nima uchun mana shunday bir riyosatchi kasbini o'zining mana shunday bir nihoyat yaxshi bir taraqqi qiladigan bir kasbga aylantirmaydiganda deb o'ylab ketdim. Endi yana qarasak, endi mush kasbga yana intildiganlar, ya'ni shu qizlar ko'proq bo'ladi ekan. Qizlar ko'proq bo'ldi ekan. Endi qizlarning soni favqulodda jiqlab, o'g'illarning soni ozlab ketdimi, uni bilmadim. Ammo lekin buningda mana shu qizlarning shu riyosatchilikka qiziqishi bu bir xil agishga. Men yana bunday o'ylab qoldim. Bu shu murosimlarningki umumiy kayfiyati bilan bog'liq bir deb qoldim. Endi bu yerda eng avval riyosatchida cho'qim shu to'y madaniyatiga bo'lgan bir yaxshi cho'nqurlik bo'lish kerak ekan. Mush halqalarga nisbatan har bir ish harakat bo'layotgan faoliyatlarimizga qoida usullarga nisbatan yaxshi tushuncha, aniqlama bo'lgan chog'da uni andan yaxshi ifodalab bergan bo'ladi. Yetakchilik qilgan bo'ladi. Balkim sonninki ko'payishimi mush xilqi kayfiyat xarakterlik holatninki avjilishi bilan munosabatli deb o'ylab qoldim. Balki bildiratib bo'lishi mumkin. Gapingizni tatib oldim. Bu o'g'il riyosatchilarning kamchiligi faqat to'y marosimida emas, bizning maktabda ekan. Masalan, bir sinfda bir 20 necha o'quvchi bo'lsa, shuning ichidan 5 ga to'shmaydigan o'g'il bola chiqadi. Qolgani qizlar. Qolgani qizlar. Umuman amaliyotda ilqi nutq tafakkuri qizlarning yomonroq bo'ldi ekan, chunki ko'p hollarda. Lekin toza ching'i chiqqan yerda yana aksiyni besib ketadi ekan. Shuningdami qizlar mushu endi bu bir gen masalasi ekan. Mushunga qiziqish qizlarda jiqroq bo'ldi ekan. Biz har qaytimda mush o'quvchi qabul qilish imtihonidami bizningki intizor bo'lganimiz o'g'illar jiqroq kelsa. Masalan, xabarga ikki diktor chiqarish to'g'ri kelsimi, cho'qim bir o'g'il bola bo'lish kerak-ku. Yo'q. Shuning bilan yilqi 5 o'g'il bola masnifga 15 qizga hamroh bo'lish uchun biri 3 qitimdan, 4 qitimdan sahnada o'ltirishga to'g'ri keldi. Qizlarga o'g'illar yetishmayotgan. Sahnada billa hamroh olib chiqirdiganmi, o'g'illar yetishmayotgan ahvol to'y marosim riyosatchiligiga emas, bizning maktabdagi o'qitishimizdami kam. Yana bir o'ylaydiganim balkim ya erlar bu gap qilish degan odatga ish, buni bo'ldi ayol kishi qilsin deb o'ylandigandimi deb o'ylab qolman qoyida. Qizlar chiqmadi deb. El qaynoq murosim paranglari. Murosimlarning hozirgi turlarining ko'payishi bizningki xushal inoq bir davrimizningki namoyon sifatida mushtaq bir baxtiyor kunlarimizningki bir ifodasi bu murosimlarimiz. Bozorning ehtiyoji kuchli. To'g'ri. Shuna bu jihatda ham kasblashish, sistemlashish bu bizni taqozo qilyapti. Endi bu shu salohiyat masalasidami men o'ylab qolaman. Cho'qim hozir endi bu bir bozorlik kasb bo'layotgandan keyin bu yerga qanday salohiyat chiqish, qanday kasbiy saviya bilan chiqish menimcha yana bir muhim ehtiyoj. Balki hozir o'sha iste'molchilarningki to'y egallarining talabimi kuchli bo'layotgan bo'lishi mumkin. Endi shu riyosatchilik roliga chiqadigan mayli bizning shu riyosatchilik kasbini o'rganuvchilar bo'lsin yoki o'rganuvchilar bo'lsin yoki shu kasbni o'zining bir qo'shimcha kasb qilib olganlar bo'lsin. Mana shu kasbni haqiqiy bir ishki mohiyatidan tushunish nihoyat kamchil. Endi bu ayollarning ovozi bilan erlarning ovozida muayyan farq bor. Biz erlar ovozimizni yuqori ko'tarib so'zlasakmi, bek chinqilib ketmaymiz. Pastga o'tag'anlarga bek bizorlik his qilmaymiz. Ammo ayollar mikrofonni shundoqli tutib bir vaqiraydigan bo'lsa, pastkilarni shu hamon o'g'aysizlantirdi, ham bizor qiladi. Shuning uchun mana shu kasbiy, mana shundoq muhabbat muallimlarning qo'lidan ovoz mashqini yaxshi qilib, turish, o'ltirishdan tortib so'zlashgacha sistemlik o'rgangan bu
o'quvchilarning va yoki mush kasb bilan shug'ullanuvchilarning u albatta sahnadagi ovozni kontrol qilish nihoyat yaxshi. Ammo lekin o'zligidan atalmış riyosatchi bo'lganlar u alitag'il to'lab butun to'yni ish qilib beklam bir xil odamni beg'aram holatga boshlab ketadi. Bizga ushqab turdi. Riyosatchilik desilar bir xil kuchab so'zlash. Ondan keyin ziyodalik hayajonga yetaklash. Maqtash. To'g'ri. Maqtashni bir xil riyosatchilik uslubi qilib olgan. To'g'ri. Yasalmılık söz ibarlar bilen nihayeti köp duruş. Mana muşular bek iğir. Mesela nemeli balanın toyları bolsun, zigit toyları bolsun, hem de adanlar, balılar, evlatlar bir derkende hocasem bulgan murasim. Ben şuna dikkat kılıp kalım hem de. O yerde mesela hem de şu kız uzatkan bir meriki bolgan bolsa, bu mu hesapta hem de bir ma'lum kıyanmaslık, çidiyanmaslık hissiyatlar buldu. Lakin tigin etkanda bu bir hoşallık. Жигит тарапқа nisbeten mi? Bu bir kelin kütbede otkan murasim. Mesela jigit mi bir aileniki aziz perzenti bulup sütüyle, onun da mı şunak hissiyat buldu? Müşahedeki riyasetçilerinin yetekleşide bu adamın naiti bir xil bunu bir xil mengülük ayrılıştek, judalık bir hissiyatlar ekmek. Vidalışış. Vidalıştek. Şu adam da bu yerde keyfiyat bırlaklığı İğir işip gidiyor. Matem tüsü yıkıp kalgan ahvallarımı var. Bu adetten bu demek riyasetçininki qandaq yetaklishi nihoyat muhim halqa deb o'ylayman. To'g'ri. Chunki shu murosimninki asli ma'nisiga, madaniyatga bo'lgan tushunchani bo'lishi nihoyat muhim. Әл қайнақ мұрасым параңлары. Murosimlarimiz qarasaqmi hozir hammasi kasblashgan. Salohiyat talab qilyapti har bir kasbda hozir. Mayli mozdoz bo'lsin, oshpaz bo'lsin, bir kapsharchi bo'lsin, demak kasbiy salohiyat kelishkisi bo'lishi bek muhim. Bu balkim rayonimizdagi hozir taraqqiyotida hozir yuqori sifatli taraqqiyotga yurish qilyapmiz. Mushkil ehtiyojmi kuchli bo'ladimi qanday sizcha? Bu aniq kuchli bo'ladi mencha. Sizning bayatdan dedingiz, endi bir riyosatchi degan amaliyotda tegidan aytgan chog'da boshqaruvchi degan gap yo'q. Bir maydonni u boshqaruvchi, uning yetaklashi nihoyat muhim. Endi odamlarda shunday bir xarakter bo'ldi, agishidi. Siz nima desangiz, shu kayfiyatga agishidi. Xuddi bir muzikani qo'ysangiz, mungliq muzika qo'ysa odam munglinib, jo'shqin muzika qo'ysa odam nihoyat kayfiyat ko'tarilganiga o'xshash, riyosatchininki qanday ma'nodagi gap qilishi, mushu o'ltirgan odamlarni shu yoqqa bag'ishlab mangadigan gapchu. Shuning uchun bayatdan degandek riyosatchininki oldin shu mushu to'y haqidagi tushunchalarni nihoyat to'g'rilab olishi bek muhim ekan. Bayatdan bir gapni qildingiz, masalan, mushu to'ylardagi yig'lash masalasi edi. To'g'ri, bu masalan, men shunda bir misol degim keldi. Men hadam bilishimiz bir yosh farq qilamiz. Hadamning to'yi bo'lgan chaqda dadam shunda bir yig'lab ketgan. O'zini tutolmay yig'lab ketgan. Hadam to'y qilib 3 yildan keyin men to'y qildim. Mening to'yimda dadam faqat yig'lamadi-da. Turib ko'nglim kelib qoldi bu dadam. Hadamga yig'layapti, menga kelgan ajab yig'lamadi deb. Dada deb so'radim, siz meniki deb faqat yig'lamadingiz desam, "Ya bola, jiroq yerlarga ketadigandek his qilib ekanman. Atli uyga keldi ekan, baribir. Ortiq ekan" dedik. Demak, amaliyotda oldidagi ishingizdan chiqqanjiga u ham xushallik chig'isi, ham qiymaslik. To'g'ri. Endi u tabiiy kelgan narsa. Endi bu to'y egilarida bo'ldi. To'y egilarida bo'ldi. Agar buningga riyosatchi texmo toza rang berib, uni kuchaytsa, hamma maydan tan ko'tarilib ketadigan. To'g'ri. To'yga keldikmi, boshqa yergami deydigan bir xil kayfiyat shakllanadi. Shuning uchun shu riyosatchini mencha oldin bekitib, oldin shu haqiqiy salohiyatga bir riyosatchining bo'lishi bek muhim deb o'ylayman. Unisiga hozir mishit ma'lumot bir gapni qildik. To'ylardagi vaqarab riyosatchilik men oldingi kuni o'sha gapni bir qilgandim. Kuchab bir so'zlaydigan riyosatchilik to'ylarda emas, sahnalarda ko'p uchirtyapmiz. Bo'libmi qizlarda ko'p ko'rildi ekan. Chunki o'g'illarningki erlarning zodi tuvandan keladigan nafas kuchli bo'ladi. Nafasning kuchi bilan ovoz nihoyat kuchli chiqadi, to'rliq chiqadi. Chiqadam oyliqi, endi kasbiy emaslarning deydigan bir gapi borki, ovoz qo'rsaqdan chiqadi. Ovoz qo'rsaqdan chiqmaydi. Ovoz shu kanaydan chiqadi. Lekin u nafasning kuchi bilan chiqadi. Nafas kuchli bo'lgan sari ovoz to'rliq chiqadi. Endi bu ovozdagi to'rning nafasning kuchli bo'lishida bir qancha sabab bor. Birisi odamning kuchli bo'lishi, badan saponing yaxshi bo'lishi, yana birisi psixik saponing yaxshi bo'lishi, uchinchisi xotirjamlik. Nima xotirjamlik? Sizning bugungi to'liq tayyorligingizning bor yo'qligi. Qo'saqda bir nima bor.
Ba bo'lgandan keyin siz xotirjam. Xotirjam bo'lgandan keyin nafas normal holatda, nafas normal holatda bo'lgandan keyin u urib chiqa oladi. Bu urib chiqqandan keyin mayadagi kuch bilan siz mayaqda kuchab ketishingizni hojati yo'q. Tövanda hech nima yo'q, ishingiz quruq holatda. Siz voqiraysiz shu. To'g'ri. Shunlashqa oldin tayyorlik, o'zimizdagi mushu xil tuyg'ularni to'liqlash bu bek muhim narsa deb o'ylayman. Әл қайнақ мұрасын параңлары. Bu jihatda haqiqatan mush sohada xizmat qilayotganlar texmi cho'nqurlagan kasbiy tarbiyalashga muhtoj. To'g'ri, to'g'ri. Bu taqozoni balkim Mijdapendi baldiroq sizib, ma'lum xizmatlarni hozir qana qiydirayotgan holatda. Hamda shu riyosatchi bilan hamda naqshi muzika tartib bir gavda. Abi denklik texi biz hozir hamda talab shundoq bo'lsa-mu, texi son to'shmayotgan holatda menimcha. Yani resmi kasbiy salohiyatdagi riyosatchilar qo'shini texi yanada ojiz. Demak bu yerda ba'zida naqshchilar bu rolni o'ynayotgan bo'lishi mumkin. Yoki muzikantlar bu rolni o'ynayotgan bo'lishi mumkin. Va yoki ayollar hozir ko'proq to'qada sandiq echayotgan bir ayollar, demak so'zmarrak bir ayol ustiga o'tgan bo'lishi mumkin. Shunda ham shu naqshi muzik atroflar bilan riyosatchininki nihoyat universal moslashishi bir butun to'yninki, murosimninki kayfiyatiga jonliq etkilaydi. Endi hozir endi riyosatchininki o'rni, buningki ko'rgizgan ta'sirini juda yaxshi sharhladik. Endi shu to'ylardagi kayfiyat, naqsh usullarga bir nazar og'dirsak, haqiqatan Xinjiang nihoyat bir naqsh usul makoni, ko'p millatlik, ko'p madaniyatli bir rayon bo'lishi bilan nihoyat ifodasini topgan. Biz hozirgi shu yuqorilgan yangi davr oldidagi Junxo madaniyati o'rtaq gavdasidagi odatlarimiz bizning murosimimiz nihoyat ro'shan ifodasini tepib ketyapti. Bu bir xushonlarlik vaziyat. Lekin endi bizni yilqimda qarab o'ylantiradigan, afsuslantiradigan ahvollar yo'q emas. Balkim Mijdapendi ishimiz ko'proq to'ylarda yurish sababli chiliqtirishimiz mumkin. Мен салаптымға маслашқан, сыпты тікілген, рәңілері көркем маслаштырылған, ярышымлық варыс әрлер киімлеріні таллыдым. Yoqori hüner texnikida to'limi inchkilik bilan tikilgan. Oliy sifatli rəxt materiallar ishlatilgan. Rahat, yarışımlıq, davrga mos varis erlar kiyimlari turmush va kasbiy hayotimda menga salofat va huzur bag'ishlab keldi. Varislarga mos, qomatlarga xos varis erlar kiyimlari. Hozir shu naqsh usullarda ko'proq Hindiston musiqalariga egish icra qilish hatta bu yoshlardan emas, cho'nglarmi jo'r bo'lib ketayotgan ahvollar ko'proq deb o'ylab qoldim. Bu menga berayotgan ta'sirmi yoki? Yo'q, rasmda. Siz shunday qilib o'ylamsiz? Men shunday o'yildim. Endi bu yilgi yoshlarimizda eg'irroq ekan. Men bir narsani his qildim. Odatda masalan, odamning cho'ng bo'lish jarayonidagi bir o'zgarishmi muhim narsa ekan-ku. Bizning kichik vaqtlarimizda bizmi qiziqib baqqan. Bizning kichik vaqtimizda biz naning naqshlarini ajqaraq anglaydik, shangaqni, shundaymi? Bizmi g'arb musiqalarini anglab cho'ng'ilgan ayni vaqtlarda, kichik vaqtlarimizda masalan, muqamlardan huzurlanmaydik, nihoyat yaxshi xalq naqshlaridan huzurlanmaydik. Uningga ma'lum bir jarayon ketadi ekan, bir kechmish ketadi ekan, sizningki bir tarbiyalanishingiz ma'lum bir darajaga yetishi kerak ekan. Odatda biz uydami shundaq. Mashina haydab ketib o'tib, mening anglaydigan naqshlarim sal cho'ng sifatrak naqshlar ekanda, ikki balam keyinda o'tirib, "Apa, sizning anglaydigan naqshlaringizni bek bir xil men degan bor" deydi ularni o'zini tushunisida. Gayda ular masalan, telefondagi naqshni ulab turib anglatsa, men turib balamda bir nayimaydigan xalqning naqshidek bir xil naqshlar bu deyman. Desam, men beradigan javobi qiziq. "Apa, bular nayimaydi, bo'lki yeydi" deb. Demisizmi, endi bu yilqi hozirgi bolalarning o'sib yetilish jarayonidagi bir qiziqish ekan. Endi bu yetaklashga bir ehtiyoj bo'ladigan bir ish ekanda, endi buningda masalan cho'nglarning ta'siri yaxshi bo'lishi kerakdi. Ammo siz deganingizdek hozirgi to'ylarimizda yoshlarni olsamaydi. Cho'nglarning shunday bir ahvol bor. Endi balkim shunday desak, cho'nglarning tanqidiga uchrashimiz mumkin. Ularmi bizmi yashig'lik kelgan, bizmi to'yga qo'shaloqlik kelgan, bizmi shunday xotirjam o'ynasak nima bo'pti, bir nima deysizlar deb qilishi mumkin, lekin mencha ba'zi narsalarni yo'qotmasligimiz kerak deyman. Ba'zi bir go'zal bo'lgan narsalarni chuqur qadrlashimiz kerak. Qadrlab, shuni davomlashtirib menishimiz kerak. Hozir haqiqatan bir usullar bor. Agishib o'ynay olmaysiz.
Özümüzün usullarımızda oynaydigan yaşlarımız mı var? Lekin hareket çayğı barmıgan. Endi bizde nurgun ahvalda men aşı sahnada turgan şu kız oğullarga qarab, kiyinishlarga bir aram bulaman, oynayotgan usul hareketlerge bir aram bulaman. Mesela bizningki usul hareketlerimiz butunlay g'ulashlab turib, nayt azadi merdana oynaydigan usul hareketler bo'lish kerak, lekin bizningki bu ballarımızda bir xil ko'rinish, ya cho'ng ichilanmayotganmi, ya sahna kichik gap qilayotganmi tushunmaydigan bir xil ahvol bor. Av qiziqishdimi, muzika narsaga qiziqishdimi, ig'ish ahvoli haqiqatan sizlar degandek bor. Әл қайнақ мұрасын параңлары. Özlemning bir ishki hissiyatini bir so'zlab baqay. Endi bizning bu yurtimiz ko'p millatlik rayon. Mana bu shu ko'p millatlik rayonda har qaysi millatlarning madaniyati yo'g'irilib ketgan. Bizning taqdirimiz mu bir. Endi mushu zaman makonda tang yashayapmiz. Bir-birimizga ta'sir ko'rsatamiz. Bir-birimizni to'liqlab mangimiz. Endi bir chet el madaniyatining bizga singib kirishimi u hozir bo'lgan ishlar emas. Chunki biz boshlang'ich maktablarda Disko Cholpani degan filmlar orqali biz Jemi Kokishni o'rgandik. Jemi haja o'ynashni bildik. Demak, shu chaqlardan boshlabla bu har qaysi millatlarning madaniyati bizga asta-asta mana bu turmushimiz bilan uchrashdi. Endi u chaqda faqat bizga film orqali kirgan bo'lsa, hozir bizning shu film orqali kirgan madaniyat asta-asta turmush qatlamlarimizdan murosimlarimizga singib kirdi. Endi bu yoshlarning meningcha sho'xligi deb qarsam bo'ladi. Buni biz bularning boshqa bir yo'qtirib olishi yoki deb ularni tanqidlasak bo'lmaydi. Chunki davr o'xshamaydi. Bizning yosh farqimiz o'xshamaydi. Ularning yosh hissiyotlari o'xshamaydi. Yoshlar yangilikni, jo'shqinlikni talab qiladi. Endi bizning muqomlarimizga undaq sakrab o'ynag'ili bo'lmaganidek, dal ana shundaq sakrab o'ynaydigan yoshlarning usullari shu chet el madaniyatlaridagi chet el musiqalarida bor, naqshlarda bor. Shuning uchun biz buni bevosita buningga qarshi bir fikrlarni tovlasak bo'lmaydi. Ammo mening his qilganim mushu o'yin jarayonidagi ba'zi bir bo'lmug'ur qiliqlarni qo'shib olish. Mening ideyamdan shu o'tmaydi. Yana birsi Muhabbet muallim, Coşkun efendim. Endi bizning shundoq chiroyli usullarimiz bor. To'ygilar usulga tushdi. To'ygilar shundoq chiroyli usul o'ynayotganda, mushu atrofidagi shu atalmish shularning tuqqanlari, qarindoshlari bir o'rim berdigan bir qilig'i bor. Bu o'rimni endi ichidan xo'shal bo'lib shu to'y marikini muboraklab bergini, buni to'g'ri tushunamiz bu hissiyotni. Ammo lekin bu o'rim berishining bu xatolik tarafi mening ko'zim qat'iy sig'maydi. Men ba'zida titrab ketaman. Nima deganda shu 100 yuan pulni chiqarib boshlardan mana shundoq bir aylantirib bir qo'liga tutqizam ekan desam, bevosita ayollarning ko'ksiga tiqib etgan. Mana shundoq qiliqlar bu zodi kimdan yo'qdi bizga. Bu nima uchun hozir to'ylarda mana shundoq bir modaga aylandi? Nima uchun hammamiz mana shundoq bir xil badqiliqlarni do'raymiz? Nima uchun mana shu to'y madaniyatimizga bularni sindirib keldik? Hatto qarab tursak, ba'zi kichik bolalarning gul to'ylarida bo'lsa-mu, shu kichik bolalarning maydasiga pul tiqadigan bir odat qilib oldik. Bu har bir odamning o'ylanishga tegishli bir masalasi deyman. To'yga qatnashgan odam bu to'yda degan bir go'zallik, bir nihoyatda chiroyli bir an'anaviy mana shundoq so'rni bo'lganligi uchun ba'zi o'zimizning ish harakatlariga diqqat qilishimiz kerak. Ammo xeyli cho'nglarimiz, xeyli opalarimiz, akıllarimizmi mana shu tap tatmay pulni mana shundoq maydasiga tiqadigan bu qiliqni men ko'p ko'rib ketdim. Hatto mikrofonda men to'lab ketdim. Unda qilmanglar, qo'liga beringlar deb. Agar bizning shu chiroyli o'qish ishidagi bolalarimizning maydasiga pul tiqib ko'ndirib qo'ysak, u bolalar ajiba cho'ng bo'lmasmi? Ha, usul o'ynasa, mana bu pul tiqdi ekan degan mana shundoq bir xil shu bolalarning psixikasiga ta'sir ko'rsatmasmi? U bolalarni yomon yo'lga boshlab qo'ymaymizmi? Dal mana shu masala ishadi. Nihoyatda o'tkir bir masalani o'tirib qo'ydingiz. Haqiqatan bunday manzillar bizga chelqib turdi murasimlarda.